Bu Photoshop emas. 69 yoshli yuk mashinasi haydovchisi 28 yil davomida faqatgina bir tomonga mashina haydagan. Ya'ni aynan quyosh nuri yuzini bir tarafiga tushgan va natijada bir tarafi ikkinchi tarafiga qaraganda 20 yil oldinroqqa qaragan. Sababi esa quyoshning UVA nurlari hattoki oyna orqali o'tadi va natijada elastin va kollagenni parchalab, yuz erta qarishiga olib keladi. Shuning uchun faqatgina cho'milishga borganda emas, hattoki mashinada bo'lsangiz ham, umuman uydan chiqayotganingizda har kuni SPF surib chiqish kerak. Ammo agar SPF ni to'g'ri tanlasangiz, u sizni quyosh nurlaridan asraydi. Lekin agar siz uni yuzingizga mosmasini tanlab qo'ysangiz, foydasini o'rniga, ya'ni himoyani o'rniga, aksincha yuzingizga toshmalar toshishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, sog'ligimizga va go'zalligimizga e'tibor berish bu hashamat emas, bu kunlik himoyadir. Umuman sizni teringizga qanaqa SPF tushadi-yu, qaysi krem sizni cho'ntagingizni ham ekonom qiladi va yoshligingizni ham saqlab qoladi. Barcha ma'lumotlarni Erkatoy ayol kursimda o'rgataman. Kursga qo'shilish uchun Directdan murojaat qiling.